Amaldagi qonunchiligimizda yurtimiz tabiati bioxilma-xilligini saqlashda saksovul, yulg'on va boshqa cho'l o'simliklari qatorida qamishning ham katta ahamiyati borligi e'tirof etilgan holda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda alohida javobgarlik prinsipi nazarda tutilgan. Ma'lumot o'rnida aytish lozimki, joriy yilning 16-aprelidan 31-maygacha respublikamiz hududlaridagi daryolar, ko'llar, tabiiy suv havzalari, kollektor va zovurlarda baliqlarning ko'payish mavsumi boshlanishi munosabati bilan ov qilishga bir muddat taqiq qo'yildi. Bu oraliq muddat baliqlarning ko'payadigan davr hisoblanadi. Qamish o'simligi tabiat bioxilma-xilligining bir qismi bo'lib, cho'l, qum va changlar ko'chishining oldini olish omili bo'lishi bilan birga tirik organizmlarning, jumladan baliqlarning urug' qo'yish va yashash makoni, boshpanasi bo'lib sanaladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasining Ellikqal'a tumani bo'limi hamda Ellikqal'a tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan joriy yilning 11-may kuni Aqchako'l tabiiy ko'lining Sharq yulduzi ov fuqarolar yig'ini hududida o'tkazilgan ekologik reyd tadbir davomida Ellikqal'a tumani Sharq yulduzi ov fuqarolar yig'inida yashovchi fuqarolar tomonidan tabiiy ko'ldan hech qanday ruxsatnoma rasmiylashtirmasdan noqonuniy ravishda tabiiy holda o'suvchi qamish o'simligini o'rib tashlab ketilayotganligi holati aniqlandi. Shuningdek, bunday holat Aqchako'l ovul fuqarolar yig'ini hududida o'tkazilgan ekologik reyd tadbiri davomida ham aniqlandi. O'tkazilgan ekologik reyd tadbiri davomida Nexia avtomashinasiga tirkalgan tirkama pritsepi noqonuniy ravishda qamish o'simligini tashib ketayotgan vaqtida to'xtatilgan. Ekologik surishtiruv chog'ida qonunbuzarlar avtomashina pritsepiga yuklangan qamish o'simligini Aqchako'l tabiiy ko'lidan olganliklarini tan olishgan. Holatlar yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirib, ma'muriy ish qo'zg'atilgan. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 77-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, jarima belgilangan. Ikki holat yuzasidan qonunbuzarlikning asosiy vositasi eshkakli qayiq va yuk transporti Ellikqal'a tumani jarima maydonchasiga vaqtincha qo'yilgan. Reyd davomida tadbir qatnashchilari yana bir qonunbuzarlikni aniqlashdi. To'g'ri, bu holat to'g'ridan-to'g'ri ekologiya bilan bog'liq emas. Lekin bu qoidabuzarlik yo'l-patrul xizmati xodimi bo'lmasa ham har bir vijdonli insonni befarq qoldirishi mumkin emas. Chunki gap inson hayoti xavfsizligi haqida bormoqda. Reyd davomida tirkama pritseplarga qamish yuklanganligiga guvoh bo'lgan bo'lsak, xuddi shunday tirkama pritseplarga 21 nafar yo'lovchi joylashganini ko'rib hayron qoldik. Statistika ma'lumot ko'ra keyingi vaqtlarda yo'l transport hodisalari ko'payib, natijada halok bo'lganlar soni ham oshib bormoqda. Bunga gohida yo'llarning yomon ahvoldaligi bahona bo'lsa, gohida texnik nosozlik deyiladi. Lekin bilib ko'rib turib shuncha odamning hayotini xavf ostiga qo'yishga nima deyish mumkin? Bunday holatda baxtsiz hodisa sodir bo'lmaydi deb kim kafolat bera oladi? Xulosa esa har doimgidek o'zingizdan, mutasaddilardan esa javob kutib qolamiz.